Qachon yig'lagansiz? Men ko'p yig'layman. Hozir oxirgi paytda yig'lab qo'ngrab yig'lamayman. Onamni ko'rganimda ichimdan yig'layman. Onam tiriklar, Xudoga shukr. Lekin har ko'rganimda onam oldimda qarib boryaptilar. Uni men sezaman. Shunaqa. Hali masalan yoningiz mana hozir siz bilan o'tiramiz, agar 1 yil ikkalamiz o'tirsak, bir-birimizga qaraganga o'xshamaymiz. Shunaqa, to'g'ri. Bir xil turaveramiz, chunki ko'zimizni oldida o'ylab, lekin ko'rmasdan turib boring-da. Bittada bilinadi-da. Meni ham onam telefonda gaplashsak, o'zingni ehtiyot qilgin. Har kuni gaplashamiz, har kuni aytadilar-da, o'zingni ehtiyot qilgin, o'zingni ehtiyot qilgin, menga keraksan deydilar-da. Bu demak onamni ko'zini oldida qarayapman shekilli, o'zimga yoshga o'xshab tursam. Menga ham xuddi shunday yoki yaqin birodarim yoki do'stim, farzandlarimga qarab turibman bunday aytaman, chochiga oq tushgan farzandlarimni qarang. Yaqinda yosh bola bo'lib yurardi. Ularning farzandi bor endi. Ana sizga hayot yig'lamaysizmi? Shu yig'lashimning ham sababi xursand bo'lganimdan tirik biz. Xudoga behisob shukr. Xursandchilikda bu tirik yurganimiz o'zi katta baxt.